Yapis qilmang aka. Aka, kerak bo'lsa borki, shu yerda narki tuk toshkasidan doktor olib kelalamizda. Siz farzandni saqlab qo'ying. Mana o'zi siz bilan bitta qishloqda yashayman. Da, mana shu Bandasini ishiga men yordam beraman deb yo yordam so'rab borgan bola emasman, Allohga shukr. Lekin mana bu bolaga meni rahmim kelib, va'da berdim, bordim. Otasi itdan beobro'y qildi. Sen hozir video syomka qilsang, Sardorni doktorlari kelmay qo'yadi. Sen syomka qilsang, Sardor yordam bermay qo'yadi dedi. Mayli u yoqda turib yordam beraversin edi. Biz bu yoqdan yordam beraylik edik. Sizga aka, farzanddan ham ko'ra mana labz ustun ekan. To'ylar muborak aka, shu videoni baribir ko'rasiz. Bandasini ishiga men yordam beraman deb bormaganman. Ana ikkita hamsangiz ham keldi. Ey, bu bolani biz birovni ishiga yordam beraman deb borganini ko'rmaganmiz. Qo'y, o'zini yordamini berib ketsin, dedi. Siz даже syomka qilishga ruxsat bermadingiz aka. Yashirin kameralar bilan syomka qilib qo'limizdan kelgancha olib chiqib ketdik. Aka, bu odam yordamga muhtoj emas. Xalq, bu odam yordamga muhtoj emas. Mana o Telegram kanalimga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, poxxo'y, to'liq video, yarim soatlik video hozir qo'yaman, o'tib tomosha qilingizlar. Jar to'ylar